Bu hayotda kimningdir oldiga qo'ygan maqsadi bo'lar, yana kimningdir esa qandaydir orzulari bo'lar, yana kimningdir sevgan kasbi bo'lar, yana kimlardir o'zi qiziqadigan hobiyasi bo'lar. Shular sabab bu hayotda insonlarning yashashdan umidi bo'lar. Ammo kimlardir shu insonlarga, maqsadiga, orzulariga, sevgan kasbiga, o'zi qiziqadigan hobiyasiga erishishga qarshi bo'lar. Kimlardir esa yordamini berar. Kimlarnidir ota-onasi, yana kimlarnidir umr yo'ldoshi, kimningdir esa ayoli, xullas kalom gapni qisqasi. Bundan ham tashqari topiladi xo'jayinlari. Shulardan so'rab qolaman, qilib iltimosni, qarshilik qilmasdan, ruxsat bermay ularni qiynamasdan, undan ko'ra bering yordamingizni, shularni sindirmang qalbini. Bu hayotda qilib yashayotgan umidini, faqatgina bu maqsadlarini, orzularini, sevgan kasbini, qiziqadigan hobiyasini bo'lsin ma'nosi, kimlargadir tegsin foydasi. Gunohga qoladigan bo'lmasin, qiladigan ishining oqibati.